Inson har bir narsani o'z ziddi bilan sinaladi. Jasur bo'lsang qo'rqoqlar bilan, rahmdil bo'lsang zolimlar bilan, sodiq bo'lsang vafosizlar bilan, fidokor bo'lsang noshukurlar bilan, yaxshi niyating esa suiiste'mol qilinishlar bilan sinaladi. Chunki bu dunyo go'zalligini ichida yashiradigan bir imtihon maskanidir. Alloh bandasining qalbidagi haqiqatni tinch kunlarda emas, qiyin insonlar bilan yuzlashtirganda namoyon qiladi. Yaxshilikning qadri yomonlik ichida bilinadi. Sabr tosh yurakli insonlar orasida pishib yetiladi. Va axloq eng ko'p adolatsizlikka uchraganda yorqinlashadi. Ba'zan o'zingga men nima qildim? Nega bularni boshimdan kechiryapman deb so'raysan. Holbuki gap nima qilganingda emas, kim ekaningdadir. Alloh seni kirlatish uchun emas, balki pok ekaningni ko'rsatish uchun o'sha amallarning ziddi bilan sinaydi. Hasan Basri rahmatullohi alayh juda go'zal so'z aytganlar. Oltin otashda, inson musibatlarda ma'lum bo'ladi. Agar rahm shafqating zulm bilan yuzma-yuz kelayotgan bo'lsa, bilib qo'y. O'sha rahm shafqat qadrlidir. Agar sodiqliging vafosizlik bilan sinalayotgan bo'lsa, o'sha sodiqlik qimmatlidir. Chunki arzon narsa bunday og'ir imtihonlardan o'tmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar: balo qazolarning eng qattig'i avval payg'ambarlarga, so'ngra darajasiga ko'ra solih bandalarga keladi. Demak, boshingdan kechirayotgan qiyinchilik bir jazo emas, balki tanlanganlik nishonasidir. Sen to'g'ri yo'lda yurishda davom et. Ziddiyatlar seni charchatmasin. Chunki Alloh axloqi go'zal bo'lgan bandalarni imtihon orqali kamolotga yetkazadi. Va unutma, zulmat chiroqning qadrini ko'rsatish uchun namoyon bo'ladi.